Agar siz ko'p qavatli uyda yashasangiz, kvartirangizning kirish eshigi faqat sizning shaxsiy mulkingiz deb o'ylab yurgan bo'lishingiz mumkin. Lekin bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Ayrim holatlarda kvartiraning kirish eshigini majburan olib qo'yishlari, almashtirishni talab qilishlari yoki avvalgi holatiga qaytarishga majbur qilishlari mumkin. Bu gap hammani xavotirga solishi kerak. Chunki ko'pchilik eshikni o'rnatayotganda faqat chiroyiga, mustahkamligiga va narxiga qaraydi. Lekin yong'in xavfsizligi, umumiy yo'lak, evakuatsiya yo'li, qo'shnilarning huquqi va uy boshqaruv qoidalarini hisobga olmaydi. Shu sababli bu videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun kimlar xavotir olish kerakligini, kimlarga bu talab tegishli emasligini, qaysi eshiklar muammo keltirishini, qaysi holatda eshikni haqiqatdan ham olib tashlashga majbur qilishlari mumkinligini va eng muhimi, bunday vaziyatga tushmaslik uchun nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing, chunki bu ma'lumot sizga ham, qarindoshingizga ham, qo'shningizga ham real hayotda asqotishi mumkin. Avval ko'p qavatli uylarda odamlar kirish eshigini xohlagancha almashtirib kelgan. Eski yog'och eshik o'rniga temir eshik qo'yishgan. Eshikni tashqariga ochiladigan qilib o'rnatishgan. Ba'zan eshik oldiga qo'shimcha panjara qo'yishgan. Ayrimlar esa umumiy yo'lakning bir qismini o'zlashtirib, eshikni oldinga chiqarib yuborgan. Odamlar buni oddiy ta'mirlash deb tushungan. Bu mening kvartiram, pulini men to'laganman, eshik ham meniki degan fikr keng tarqalgan. Lekin ko'p qavatli uyda vaziyat yakka hovlidagidan farq qiladi. Kvartiraning ichki qismi sizniki bo'lishi mumkin, lekin kirish eshigi joylashgan zona umumiy xavfsizlik bilan bog'langan. Yo'lak, zinapoya, lift oldi maydoni, evakuatsiya yo'llari va umumiy harakatlanish hududi barcha yashovchilarning foydalanish joyi hisoblanadi. Agar sizning eshigingiz ochilganda yo'lakni to'sib qo'ysa, favqulodda holatda odamlarning chiqishiga xalaqit bersa, yong'in vaqtida tutun tarqalishiga yoki qutqaruvchilar kirishiga muammo tug'dirsa, bu endi faqat sizning shaxsiy masalangiz bo'lmaydi. O'zgarayotgan asosiy yondashuv shundan iboratki, endi uylarning xavfsizligi, ayniqsa yong'in xavfsizligi va evakuatsiya talablar jiddiyroq nazorat qilinmoqda. Oldin hech kim e'tibor bermagan eshik, panjara, qo'shimcha tambur yoki yo'lakka chiqarilgan shkaf bugun muammo sifatida ko'rilishi mumkin. Bunda maqsad odamlarning mulkini tortib olish emas, balki umumiy xavfsizlikni ta'minlashdir. Lekin amalda bu talablar ko'p odamlar uchun kutilmagan noqulaylik tug'diradi. Chunki ular bir necha million so'mga o'rnatgan eshigi qoidaga zid bo'lib chiqishi mumkin. Men bu masalada eng ko'p uchraydigan xatoni ko'raman. Odamlar eshikning qaysi tomonga ochilishiga beparvo qaraydi. Masalan, eski eshik ichkariga ochilgan bo'ladi. Egasi yangi temir eshik qo'ymoqchi bo'ladi va ustaga tashqariga ochiladigan qiling, ichkarida joy tejaladi deydi. Usta ham ko'pincha bunga qarshi chiqmaydi. Chunki buyurtmachi nima desa, shuni qiladi. Natijada eshik tashqariga ochiladi. Lekin ochilganda umumiy yo'lakning yarmini yopadi yoki qo'shnining eshigiga to'g'ri keladi. Kundalik hayotda bu mayda narsa bo'lib ko'rinadi. Lekin favqulodda vaziyatda bu jiddiy xavf. Tasavvur qiling. Bir qavatda 4 ta kvartira bor. Yo'lak eni 1 metr qatmon santimetr. Sizning eshigingiz 9 santimetr kenglikda va tashqariga ochiladi. Eshik to'liq ochilganda yo'lakda atigi 2 santimetr joy qoladi. Oddiy paytda odam yon tomondan o'tib ketishi mumkin. Lekin yong'in bo'lsa odamlar vahima bilan chiqadi. Qo'lida bo'la, sumka, hujjat, keksa odamni yetaklab ketayotgan bo'lishi mumkin. Shunday paytda ochiq turgan eshik to'siq aylanadi. Qutqaruvchi kislorod balloni, shlang yoki maxsus jihoz bilan kirayotganda esa bu to'siq yanada xavfli bo'ladi. Yana bir misol. Ikki qo'shnining eshigi bir-biriga juda yaqin joylashgan. Birinchi kvartira eshigi chapga tashqariga ochiladi. Ikkinchisiniki o'ngga tashqariga ochiladi. Ikkalasi bir vaqtda ochilsa, eshiklar bir-biriga uriladi yoki bir eshik boshqasining chiqishiga to'sqinlik qiladi. Agar bitta kvartirada yong'in chiqsa, ikkinchi kvartira egasi eshigini ocha olmay qolishi mumkin. Mana shu sababli ayrim hollarda eshikning yo'nalishi, o'lchami va joylashuvi huquqiy masalaga aylanadi. Birinchi navbatda eshigini umumiy yo'lak tomonga ochiladigan qilib o'rnatganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Ayniqsa yo'lak tor bo'lsa, zinapoya yoki lift oldida joylashgan bo'lsa, eshik ochilganda odamlar yo'lini yopsa, bu muammo bo'lishi mumkin. Hamma shunday qilgan degan bahona doim ham yordam bermaydi.
Agar tekshiruvda aynan sizning eshigingiz xavfsizlik talablariga zid deb topilsa, uni o'zgartirish talab qilinishi mumkin. Ikkinchi guruh eshik oldiga qo'shimcha panjara, temir to'siq yoki tambur o'rnatganlar. Ko'p odamlar buni xavfsizlik uchun qiladi. Masalan, 2 yoki 3 ta kvartira egasi kelishib, umumiy yo'lakning bir qismini panjara bilan yopib oladi. Ichkariga oyoq kiyim javoni, bolalar aravachasi, velosiped yoki shkaf qo'yadi. Ularga bu qulay, go'yoki qo'shimcha xususiy hudud paydo bo'ladi. Lekin huquqiy va xavfsizlik nuqtai nazaridan bu umumiy mulkni egallash va evakuatsiya yo'lini toraytirish deb baholanishi mumkin. 3-guruh. Eshikni loyihadagidan boshqa joyga ko'chirganlar. Masalan, kvartira ichida qayta rejalashtirish qilingan, kirish joyi oldinga surilgan, devor buzilgan yoki eshik o'rni kengaytirilgan. Bunday o'zgarishlar faqat dizayn masalasi emas. Ko'p qavatli uyda har bir konstruktiv element, devor, yo'lak, kirish-chiqish joyi loyiha bo'yicha belgilangan. Agar bu o'zgarish ruxsatsiz qilingan bo'lsa, keyinchalik uni qonuniylashtirish yoki avvalgi holatiga qaytarish talab qilinishi mumkin. 4-guruh ijaraga berilayotgan kvartiralar egalari. Chunki ijarachilar ko'pincha qo'shnilar bilan kelishmaydi. Yo'lakka narsalar qo'yadi, eshikni doim ochiq qoldiradi yoki qo'shimcha qulf va panjara o'rnatadi. Shikoyat esa baribir mulkdorga keladi. Agar siz kvartirani ijaraga bergan bo'lsangiz, eshik va umumiy yo'lak bilan bog'liq holatni albatta tekshirib qo'yishingiz kerak. Agar sizning eshigingiz loyiha bo'yicha belgilangan joyda turgan bo'lsa, yo'lakni to'smasa, qo'shnining eshigiga xalaqit bermasa, evakuatsiya yo'lini toraytirmasa va umumiy hududga qo'shimcha qurilma chiqarmagan bo'lsangiz, odatda katta xavotirga o'rin yo'q. Masalan, eski eshik o'rniga xuddi shu o'lchamda, xuddi shu ochilish yo'nalishida yangi eshik qo'yilgan bo'lsa, bu oddiy almashtirish sifatida ko'riladi. Shuningdek, eshik ichkariga ochilsa va umumiy yo'lakka umuman ta'sir qilmasa, odatda bunday eshik bo'yicha da'vo qilish qiyinroq bo'ladi. Albatta, eshikning materiali, tutunga chidamliligi, yong'in xavfsizligi talablari kabi masalalar alohida holatlarda tekshirilishi mumkin. Lekin asosiy muammo ko'pincha umumiy joyni to'sish va evakuatsiyaga xalaqit berish bilan bog'liq bo'ladi. Yana bir holat, ayrim yangi uylar qurilish bosqichidayoq tashqariga ochiladigan eshiklar bilan loyihalangan bo'lishi mumkin. Bunda yo'lak kengligi, eshiklar orasidagi masofa va evakuatsiya sxemasi hisobga olingan bo'ladi. Agar uy loyihasida shunday ko'rsatilgan bo'lsa, eshik qoidaga zid deb avtomatik aytib bo'lmaydi. Ammo eshik o'z boshimchalik bilan o'zgartirilganda, loyiha buzilganda yoki umumiy xavfsizlik yomonlashganda paydo bo'ladi. Birinchi misolni olaylik. Toshkentdagi ko'p qavatli uylardan birida 9 qavatda yashovchi fuqaro eski eshigini 7 million so'mlik yangi temir eshikka almashtiradi. Eshik tashqariga ochiladi. Yo'lak tor, qarama-qarshi tomonda qo'shnining eshigi bor. Bir kuni qo'shni bolalar aravachasini olib chiqayotganida bu eshik yo'lni to'sib qo'yadi va tortishib chiqadi. Avvalga bu oddiy qo'shnichilik nizosiga o'xshaydi. Keyin qo'shni boshqaruv kompaniyasiga, yong'in xavfsizligi bo'yicha mas'ullarga yoki uy-joy sohasidagi tegishli idoraga murojaat qiladi. Tekshiruv kelganda eshik haqiqatan ham yo'lakni toraytirayotgani aniqlansa, egadan eshikning ichkariga ochiladigan qilish yoki boshqa xavfsiz yechim topish talab qilinishi mumkin. Egasi, men 7 million sarflaganman desa ham bu xarajat qoidabuzarlikni oqlamaydi. Ikkinchi misol, 3 ta kvartira egasi kelishib, lift yonidagi umumiy maydonni temir panjara bilan yopib oladi. Ichkarida poyabzal javoni, velosiped, konserva bankalari, eski gilam va bolalar chanasi turadi. Odamlar buni yillar davomida ishlatadi. Lekin bir kuni uyda yong'in xavfsizligi bo'yicha tekshiruv bo'ladi yoki qo'shnilardan biri shikoyat qiladi. Pagarada qulf bor, kalit faqat 3 ta kvartirada. Favqulodda holatda qutqaruvchi yoki boshqa yashovchi bu hududdan o'ta olmaydi. Bunday holatda panjarani olib tashlash talabi juda real. Chunki umumiy yo'lakni yopib olish, ayniqsa evakuatsiya yo'lida bo'lsa, jiddiy xavf tug'diradi. 3-misol, fuqaro kvartirasini ta'mir qilayotganda eshik o'rnini 10 santimetr oldinga chiqaradi. U o'ylaydi, devor ichkarida edi, men faqat kirish joyini chiroyli qildim. Lekin aslida u umumiy yo'lak hisobidan kvartira maydonini kengaytirgan bo'lishi mumkin. Agar bu hujjatlarda aks etmagan bo'lsa, qo'shnilar e'tiroz bildirsa yoki uy hujjatlari tekshirilsa, bunday o'zgarish noqonuniy deb topilishi mumkin. Natijada odam nafaqat eshikni,
balki devor yoki pardoz qismini ham avvalgi holatiga qaytarishga majbur bo'ladi. 4-misol. Yangi uyda hamma eshiklar bir xil rangda va bir xil dizaynda o'rnatilgan. Bu uy fasadi va umumiy yo'lak konsepsiyasining bir qismi. Bir mulkdor katta, qalin, tashqariga chiqib turadigan bezaklari ko'p eshik o'rnatadi. Texnik xavfsizlik bo'yicha katta muammo bo'lmasligi mumkin, lekin uy boshqaruv qoidalarida umumiy joylarning ko'rinishini o'zgartirish tartibi belgilangan bo'lsa, bu ham nizoga sabab bo'ladi. Ayniqsa biznes klass yoki yopiq turar joy majmualarida bunday talablar ancha qat'iy bo'ladi. Bu masalada eng muhim noziklik shuki, har qanday tashqariga ochiladigan eshik avtomatik ravishda noqonuniy emas. Men buni alohida ta'kidlayman, chunki odamlar ko'pincha xabarni eshitib vahimaga tushadi. Masala eshikning o'zi emas, uning oqibatida yuzaga keladigan xavfda. Agar eshik ochilganda evakuatsiya yo'li yopilmasa, qo'shnining chiqishiga xalaqit bermasa, yo'lak me'yoriy kenglikda qolsa va uy loyihasiga zid bo'lmasa, baholash boshqacha bo'lishi mumkin. Ikkinchi noziklik. Majburan olib tashlash odatda birdaniga kelib eshikni yechib ketish degani emas. Amaliyotda avval ogohlantirish, dalolatnoma, yozma talab yoki ko'rsatma bo'ladi. Unda qaysi qoidabuzarlik aniqlangani, uni qachongacha bartaraf etish kerakligi yoziladi. Agar fuqaro talabni bajarmasa, masala sudgacha borishi mumkin. Sudqori bo'lsa, keyin majburiy ijro masalasi paydo bo'ladi. Lekin ayrim favqulodda va xavfli holatlarda, masalan, evakuatsiya yo'li to'liq yopilgan bo'lsa, mas'ullar tezroq choralar ko'rishga urinishi mumkin. 3-noziklik, qo'shnilar roziligi ham har doim yetarli emas. Masalan, siz bir qavatdagi 3 ta qo'shni bilan kelishdingiz va umumiy yo'lakka panjara qo'ydingiz. Hamma imzo chekdi. Lekin bu joy faqat sizlarning mulkingiz emas, butun uyning umumiy mulki bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, yong'in xavfsizligi talablarini qo'shnilar roziligi bilan bekor qilib bo'lmaydi. Ya'ni qo'shnim rozi degan gap xavfsizlik qoidalarini buzishga ruxsat bermaydi. 4-noziklik. Eski holat uzoq vaqt davom etgani uni qonuniy qilib qo'ymaydi. Bu eshik 25 yildan beri turibdi. Hech kim indamagan degan fikrni ko'p eshitaman. Lekin tekshiruv yoki shikoyat bo'lmagan davr qoidabuzarlik yo'q degani emas. Agar bugun xavf aniqlansa, eski eshik ham muammo bo'lishi mumkin. Ayniqsa uyda gaz, elektr tarmoqlar, lift, zinapoya va evakuatsiya yo'li bilan bog'liq xavfsizlik masalalari bo'lsa. Mas'ullar oldin ruxsat berilgandi degan og'zaki gap bilan cheklanmaydi. 5-noziklik, eshikning narxi va sifati masalani hal qilmaydi. Ba'zilar men qimmat eshik qo'yganman, demak yaxshi deb o'ylaydi. Qimmat eshik mustahkam bo'lishi mumkin, lekin noto'g'ri ochilsa yoki yo'lakni to'sib qo'ysa, xavfsiz hisoblanmaydi. Aksincha oddiyroq, lekin loyiha va xavfsizlik talablariga mos eshik muammo tug'dirmaydi. Eng katta xato ustaning gapiga ko'r-ko'rona ishonish. Eshik o'rnatuvchi usta tajribali bo'lishi mumkin, lekin u har doim ham uy-joy qonunchiligi, yong'in xavfsizligi me'yorlari yoki sizning uyingiz loyihasini bilmaydi. U sizga texnik jihatdan chiroyli eshik qo'yib beradi, lekin keyin mas'uliyat sizning zimmangizda qoladi. Shuning uchun eshik buyurtma qilishdan oldin faqat narx va dizaynni emas, ochilish yo'nalishini, yo'lak kengligini, qo'shni eshiklar joylashuvini va boshqaruv tashkiloti talablarini tekshirish kerak. Ikkinchi xato umumiy yo'lakni shaxsiy omborxonaga aylantirish. Men ko'p uylarni ko'rganman. Eshik oldida shkaf, oyoq kiyim javoni, eski muzlatgich, qurilish materiallari, velosiped, aravacha turadi. Odamlar buni hech kimga xalaqit bermayapti deb o'ylaydi. Lekin favqulodda vaziyatda har bir santimetr muhim. Tutun bosgan yo'lakda odamlar aniq ko'rmaydi, shoshiladi. Yiqilishi mumkin. Yo'lakdagi buyumlar esa xavfni oshiradi. 3-xato hujjatsiz qayta rejalashtirish. Agar siz kirish eshigi atrofida devor buzgan, eshik joyini o'zgartirgan, tambur qo'shgan yoki umumiy joyni kvartiraga qo'shib olgan bo'lsangiz, buni keyin sotish, meros, ipoteka, sug'urta yoki tekshiruv paytida tushuntirish qiyin bo'ladi. Xaridor hujjatlarni ko'rganda reja bilan real holat mos kelmasligini payqashi mumkin. Bank ipoteka bermasligi mumkin. Sug'urta kompaniyasi zarar bo'lganda to'lovni rad etishga harakat qilishi mumkin. 4-xato ogohlantirishni e'tiborsiz qoldirish. Agar sizga boshqaruv kompaniyasi, shirkat, yong'in xavfsizligi vakili yoki boshqa mas'ul tashkilotdan yozma talab kelsa, uni yirtib tashlash. Javob bermaslik yoki kelib olib tashlasin deb yurish to'g'ri emas. Har bir yozma murojaatga yozma javob berish kerak. Agar talab noto'g'ri deb hisoblasangiz, dalillar bilan e'tiroz bildiring.
Agar talab asosli bo'lsa, muddat so'rang, yechim taklif qiling. Masalani sudga yetkazmaslikka harakat qiling. Birinchi qadam, eshigingizni hozir tekshiring. Eshikni to'liq ochib ko'ring va yo'lakda qancha joy qolishini baholang. Qo'shnining eshigi ochilishiga xalaqit beryaptimi? Liftga boradigan yo'lni yo'padimi? Zinapoyga chiqishni toraytiradimi? Shuni ko'ring. Agar eshik ochilganda odam bemalol o'ta olmasa, bu xavf belgisi. Ikkinchi qadam. Uy boshqaruv tashkilotiga murojaat qiling. Bu boshqaruv kompaniyasi, shirkat yoki uy-joy mulkdorlari birlashmasi bo'lishi mumkin. Ulardan uydagi eshiklar, umumiy yo'lak va evakuatsiya talablari bo'yicha yozma tushuntirish so'rang. Og'zaki gapga tayanmang. Mayli qo'yavering degan og'zaki ruxsat keyin hech narsani isbotlamasligi mumkin. Imkon qadar yozma javob oling. Uchinchi qadam, agar eshikni endi almashtirmoqchi bo'lsangiz, eski eshikning o'lchami, ochilish yo'nalishi va joylashuvini suratga oling. Yo'lakning umumiy ko'rinishini ham suratga oling. Keyin yangi eshikni ham shunga mos tanlang. Agar ichkariga ochiladigan variant mumkin bo'lsa, ko'p holatda bu xavfsizroq yechim bo'ladi. Agar tashqariga ochiladigan eshik zarur bo'lsa, yo'lak kengligi va qo'shnilar eshigi bilan to'qnashmasligini oldindan aniqlang. 4-qadam, hujjatlarni yig'ing. Sizga kvartiraning texnik pasporti, kadastr hujjatlari, uy loyihasi bo'yicha ma'lumotlar, boshqaruv tashkilotining javobi, eshik o'rnatish bo'yicha shartnoma yoki chek suratlar kerak bo'lishi mumkin. Agar sizga da'vo bildirilsa, men bilmasdim degandan ko'ra, hujjatlar bilan gapirish ancha kuchliroq. 5-qadam, agar sizga eshikni olib tashlash yoki o'zgartirish bo'yicha talab kelsa, avval talabni diqqat bilan o'qing. Unda kim talab qilyapti? Qaysi asos bilan talab qilyapti? Qaysi qoidabuzarlik ko'rsatilgan, qancha muddat berilgan? Bularning hammasini tekshiring. Agar hujjatda aniq asos bo'lmasa, yozma ravishda tushuntirish so'rang. Agar asos bor bo'lsa, mutaxassis bilan maslahatlashib, eng kam xarajatli qonuniy yechimni tanlang. 6-qadam, qo'shnilar bilan nizoni kuchaytirmang. Ko'p muammolar aynan shikoyatdan boshlanadi. Agar qo'shningiz sizning eshigingiz yo'lni to'sayotganini aytsa, darhol janjal qilish o'rniga vaziyatni birga ko'ring. Ba'zan eshik ochilish burchagini cheklash, eshikni qayta sozlash yoki buyumlarni yo'lakdan otib tashlash bilan muammo hal bo'ladi. Lekin agar eshik konstruktiv ravishda xalaqit berayotgan bo'lsa, baribir uni o'zgartirishga to'g'ri kelishi mumkin. 7-qadam. Umumiy yo'lakdagi ortiqcha narsalarni olib tashlang. Bu eng oddiy va eng arzon profilaktika. Eshik oldida javon, quti, qurilish materiali, eski mebel, yonuvchan buyumlar turmasin. Chunki tekshiruv kelganda faqat eshik emas, butun evakuatsiya yo'li baholanadi. Hatto eshigingiz to'g'ri bo'lsa ham, yo'lakdagi buyumlar sabab ogohlantirish olishingiz mumkin. Agar siz boshqaruv tashkilotiga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, arizada shunday mazmun bo'lishi kerak. Men falon manzildagi falon kvartira egasiman. Kvartiram kirish eshigini almashtirishni rejalashtiryapman yoki mavjud eshikning talablariga muvofiqligini aniqlamoqchiman. Eshikning ochilish yo'nalishi, o'lchami va umumiy yo'lakka ta'siri bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Agar uy bo'yicha alohida ichki qoidalar, evakuatsiya talablari yoki texnik cheklovlar mavjud bo'lsa, nusxasini yoki havolasini taqdim etishingizni so'rayman. Agar sizga talab kelgan bo'lsa va siz e'tiroz bildirmoqchi bo'lsangiz, javobda his-tuyg'u emas, fakt bo'lish kerak. Masalan, falon sanada menga eshikni olib tashlash bo'yicha talab yuborildi. Talabda ko'rsatilgan holatni o'rganib chiqish uchun qoidabuzarlik aynan nimadan iboratligi, qaysi me'yor buzilgani va uni bartaraf etish bo'yicha tavsiya etilgan texnik yechimni yozma ravishda taqdim etishingizni so'rayman. Shu bilan birga, zarur bo'lsa joyiga chiqib ko'zdan kechirishda ishtirok etishga tayyorman. Bunday javob sizni nizoli, lekin mas'uliyatli taraf sifatida ko'rsatadi. Agar talab asosli bo'lsa, muddat so'rash ham mumkin. Masalan, eshikni qayta o'rnatish uchun usta topish, yangi konstruksiya buyurtma qilish, moliyaviy xarajatlarni rejalashtirish kerak bo'ladi. Bunda bajarmayman demasdan, bajarish tartibi va muddatini kelishishni so'rayman deb yozish to'g'riroq. Bu kelajakda sizga nisbatan keskin choralar qo'llanishining oldini olishi mumkin. Men bu masalada asosiy fikrni aniq aytaman. Kvartiraning kirish eshigi sizning mulkingiz bo'lishi mumkin, lekin u umumiy yo'lak. Qo'shnilar xavfsizligi va evakuatsiya yo'liga ta'sir qilsa, uni xohlagancha o'zgartirish mumkin emas. Eshik tashqariga ochiladimi? Panjara bormi? Yo'lak torayganmi?
Qo'shnining chiqishiga xalaqit beryaptimi? Mana shu savollar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Agar eshigingiz qoidalarga mos bo'lsa, qo'rqishga hojat yo'q. Lekin agar umumiy joyni egallagan bo'lsangiz, yo'lakka to'siq qo'ygan bo'lsangiz yoki eshikni loyiha va xavfsizlik talablarini hisobga olmasdan o'zgartirgan bo'lsangiz, bu gunoh vaziyatni tekshirib chiqing. Keyin jarima, sud, majburiy ijro yoki qimmat qayta ta'mirlash bilan shug'ullangandan ko'ra hozir oldini olish ancha oson. Sizning uyingizda ham eshiklar tashqariga ochiladimi? Yo'laklarda panjara yoki javonlar bormi? Qo'shnilar bilan shu masalada nizolar bo'lganmi? Kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ko'p qavatli uyda yashaydigan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta noto'g'ri o'rnatilgan eshik butun qavat xavfsizligiga ta'sir qilishi mumkin.